ikkita ishtirokchilarning orasida qizim Robiya eng super chempion bo'lib qaytib keldi. Dubay shahrida bo'lib o'tgan musobaqada eng oliy o'rinni egallab, g'olib bo'lgan barcha o'quvchilar va ularga ta'lim bergan ustozlarimizga Al-Fatiha ta'lim maskani, Al-Qur'an mass media va Uztelekom aloqa markazlari bilan hamkorlikda esdalik sovg'alari taqdim etildi. Qizim Robiya 8 yoshda Al-Fatihaga keldi. Mental arifmetika bo'yicha musobaqalar bo'ldi. Shulardan 5 ta musobaqa bo'lgan bo'lsa, 5 tadan 3 tasida oliy o'rinni oldi, 2 tasida birinchi o'rinni oldi. Va undan keyin Dubayga yo'llanma olib, Dubayga bordi. Ikkita ishtirokchilarning orasida qizim Robiya eng super chempion bo'lib qaytib keldi. Al-Fatiha o'quv markazida 3 oydan beri qizlar mental arifmetika bo'yicha qatnashib kelishadi. Toshkentda 5 ta musobaqa bo'lsa, 6-sida Dubay shahrida musobaqa chempionlar bo'lib kelishdi. Katta farzandim qizim super chempion bo'ldi. Ikkinchi qizim esa birinchi o'rinni egalladi. Bunday e'tibordan barcha o'quvchilarimiz yanada rag'batlanib, keyingi musobaqalar uchun tayyorgarlikni boshlab yubordilar.